xiyonatga aylandi. Go'zal malika Qalmiqlar shohini pinhona sevib qolgan bo'ladi. Otasiga va vataniga xoinlik qilib, Qalmiqlar shohiga xat yozadi. Qalmiqlar shohi maktubni olgach, hammasidan xabar topadi va qamalni davom ettiradi. Aholi mardonavor kurashdi. Tinimsiz janglar va ocharchilikdan ilojsiz shahar aholisi taslim bo'ladi. Noiloj shahar taslim bo'ldi va dushman hamma yoqqa o't qo'ydi. Go'zal malikaning taqdiri nima bo'lgani haqida bilasizmi? Agar bilsangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz bu rolikni meros.uz rasmiy saytidagi ma'lumotlar orqali tayyorladik. Negativchilar, ma'lumotlarni avval tekshirib ko'ring.